bayramona topshirmoqchimiz, xudo xohlasa. Obunachilar, Navoiydamiz, Navoiyda. Tabriklaymiz. Takarsak bo'lsin. Dizel haydagan. Dizel haydagansiz. Bo'ldi. Husayn Chesni kanal. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, aziz yurtdoshlar. Ayiqni ko'rdingizmi? Ayiqni qarang mana. Urib qo'ymasin bu. Obunachilarim, Range Rover'ni olib keldik. Bayramona topshirmoqchimiz, xudo xohlasa. Range Rover shu ayiqlarim bilan bitta olib boramiz endi. Xudo xohlasa obunachilar, keyingi mashina sizning uyingizga borishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bunaqa video hali YouTube ga qo'ymaganmiz. Oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. Like, kommentariyaga nima deydi? Niyat, tilak, istaklar bo'lsa yozib ketinglar. Tabriklab qo'yinglar akamizni. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar videoni. Obunachilar, Navoiydamiz, Navoiyda. Range Rover'ni akamizga olib keldik, o'tgan akamizga, xudo xolasa. Bormisan? Ko'shmona, assalomu alaykum. Bugun to'y. Obunachilar, Navoiydamiz. Assalomu alaykum. Xo'jayin, yaxshimisiz? Mashina muborak bo'lsin. Allohga yana keng. Xudo xohlasa. Kelinglar. Assalomu alaykum Navoiy. Zo'rmisiz, xormanglar? Charchamayapsizmi? Mashinalar muborak bo'lsin. O'ktam aka, qandaysiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Siz kecha keldingiz, ha? Kecha keldim. Obunachilar, assalomu alaykum. 7-turimizni bilasiz. Range Rover, mayli bu ikkita jentro'nimizda Range Roverdan akamiz yutgandi. Videoni boshiga qo'yib o'tiraman-da. Finalni ham qo'yib o'tib ketasiz operator boshiga. Qarang, biz hozir qayerdamiz? Navoiy shahrida. Qatroq dadil. Navoiy shahrida, meni xonadonimda. Bu yerdan adresini, ko'chasini, mahallani 24-23 da. Nimaga desa, ko'rayotganlar Navoiylik obunachilarimiz bor, anchagina ko'rishadi, bilishadi. Bemalol mehmon kelsanglar, mana shu yerda mana Range Rover turadi endi bundan keyin, aka? Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Hammaning omadini bersin obunachilarim. Yutmagan bo'lsangizlar, akamiz shu rozi bo'lib qo'yasiz, chin yurakdan, ko'ngildan. Xudo xohlasa bittadan like bosib, kommentariyaga yozinglar. Aka, endi sizni bir 122 mingtami, 123 mingta obunachimiz ko'ryapti. Niyat, istak, tilaklar bo'lsa, his, hayajon, men telefon qilganda ishondingizmi? Nima bo'ldi? Voqeani boshidan tushuntirib aytib bersangiz, xursand bo'lardik, aka. Menga telefon bo'lganda haqiqatan ham menda ishonch bor edi, lekin Mendan qanday bilet oldingiz? O'shandan boshlang, aka. Shundan boshlagan so'ng menga sizning ustozingiz Sherzod Chesni, Sherzod Chesnidan meni jiyanlarim, kichkina jiyanim birinchi marta Onyx 4-turda, 5-turda Damas yutdi. Shundan keyin jiyanlarim menga taklif qilgandan keyin o'ynang amaki dedi. Men o'yinni boshladim. Xudoga shukr, meniki ishonch bor edi. Yana bir marta shu nimaga bu nechinchi marta o'ynashingiz hozir bu? Yutgunizcha bir sizdan 3-marta. 3-marta o'ynashingiz. Lekin hamma o'yinlarda ishtirok qilib kelasiz. Tomosha qilib ishtirok qilaman. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Nechta bilet olgandingiz? 3ta. 3ta olgandingiz. Shuni bittasiga chiqdi. Bittasiga. Men telefon qildim. Qayerdaman dedingiz? Bir tug'ilgan kunmidi? Bir tug'ilgan kun. To'ydamidi? Kafeda tug'ilgan kunda. Tug'ilgan kunda. Ishlarimizdan bir yerda tug'ilgan kunda edi, shunda o'tirdik. Keyin tezda bo'yi bichar bo'ldim, ertalabgacha gazini berib. Xuddi shunday bo'ldi. Gap yo'q. Obunachilarimizga tilak, istak, obunachilarga niyatlar bo'lsa, mana shu sizni podpischilaringiz
O'yinda ishtirok etgan odamlarning hammasiga kattadan katta rahmat. Kim shu o'yinda ishtirok etib, bilet olib, meni mana shunday yutuq egasi bo'lishimga ko'maklashgan odamlar hammasi rozi bo'lsin, chin dildan. Men ham keyingi o'yinlarda ishtirok etib, boshqa birovlarga shunday yutuqlar nasib qilishiga tilakdoshman, ishtirok etaman. O'ynangizlar. Haqiqiy o'yin. Haqqoniymi ekan? Haqqoniy. Haqqoniymi? Mashina keldim mana. Ishondingizlarmi? Bizlar men birinchi marta ko'rishim sizni. Tanishmasman, endi bitta ikkita guruchning ichida chiqib qoladi-ku. To'g'ri. Bo'ladi, yozadiganlar, u tanishingga olib bording, u bo'ldi, bu bo'ldi deydiganlar bo'ladi. Buni mayli cho'rniga chiqib qo'yaveramiz. Aka, siz birinchi gaplashgan paytimiz Samarqanddanman dedingiz. Samarqanddan. Hozir Navoiydamiz. Tug'ilib o'sgan joyim Samarqand, Siz o'sha joyni aytdingiz-a? Chunki tug'ilib o'sgan joy. Unga ham noto'g'ri tushunib qo'ymaysiz. Akamiz Samarqandda tug'ilib o'sganlar, lekin hozir Navoiyda yashashadi. Xudo xolasa, gap yo'q, bo'lmasam so'znavbatini yana beramiz. Undan oldin kalitni kimga topshiramiz? Mashina egasiga. Men qani mashina egasi? Ayolimga deb olamadingiz. Gap yo'q. Kenayi bo'lmasam, mashina bilan tantanali hammaga nasib qilsin. Shunday mart akalarimizga jo'natib qo'ydilar videoni. Tars jo'natib. Tabriklaymiz, yaxshi kunlarga mininglar. Kenayi, endi siz tilak istak bitirmasangiz bo'lmaydi, tabriklaymiz. Shu o'rtada bizda ham arzimagan bir nimamiz bor, sovg'amiz bor. Shu yergacha mashina yetib kelishiga gap yo'q. Sizlarga mashina morak, menga ton. Joningiz omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda to'ylarimizda kiyib yuring. To'ylarda yaxshi. Xudo xolasa, qatnash nasib qilsin. Endi shu o'rtada ko'proq gaplashgan odamim Dilshodjon bo'ldi. Operatorimiz. G'oyibona. Shu kishiga ham shu tonda Tamom aka. Keling, bera keling. Amiriddin. Operator o'zi sovqotib kelganda o'zi yo'lda. Endi kelib ketadi. Gap yo'q. Kenayimga so'z bersak bo'ladimi? So'z navbatini. Obunachilarimizga tilak, istaklaringiz bo'lsa, agar nima bo'lsa, kelin oldin men bundan duo olmoqchi edim men. O'zi bu mashinadan, uydan, bulardan qimmat narsa duo bo'ladi bu. Bitta duo berasiz, keyin niyat, tilak, istaklarni yana davom etaveramiz, Xudo xolasa. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Men shu bolalarimni boshidan doimo oyog'im tagidan shamollashib tursin. Shu mashina ham oyog'im tagidan shamollashib tursin. Doimo nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Otasi ko'rmagan, men ko'rmagan orzu havaslari shularning orqasidan men ham ko'ryapman. Xudoyo xudovanda shu nima niyat qilgan bo'lsa, niyatimizga yetaylik. Nevaralarim meni olib kelyapti mashinalar, yanasini yana olib kelsin. Xudoyo xudovanda shu yaxshilik kunlarga, to'ylarga kelinlarni olib kelaylik, kuyovlarni uylantiraylik, ularni, o'g'illarni shularni to'ylariga xizmat qilsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin bu. Sizniki o'tadi. Doimo sizni xasangizni olib beray. Sizlar ishlaringiz ham doimo shunday yurishib tursin. Joningiz omon bo'lsin, rahmat. Endi yana bitta mendan nima? Turaversin. Men o'zim o'tirishdan oldin shu mashinaning roliga onajonim bir o'tirib boshlab bersin. Bo'ldi, zo'r bo'lardi lekin. Qara, buning buvijon. Keyin bu yoqdan o'zim yordam beraman sizga. O'ynab turamiz, akalar videoda zo'r chiqadi. Muborak bo'lsin. Buvijon necha yoshdasiz? 76. 76da. Oldin mashina haydaganmiz shu yoshingizgacha bir marta bo'lsa ham. Dizel haydaganman. Dizel haydagansiz. Necha yoshingizda haydagansiz? 18 yoshimda. 18 yoshingizda. Voy, malades, 76 yoshlik buvijonimizga mana Range Rover nasib qildi. Bitta gazni bosib qo'ying buvijon. Nargisi. Yana bittasi bor. Yo'q, o'ng tarafda. Bo'ldi. Nasib qilsin. Samarqandda istiqam. Gap yo'q. Bo'ldi buvijon, yuboravering. Muborak bo'lsin, to'ylarga mininglar, yaxshi kunlarga. Hamma nevarangizga mashina olib kelish nasib qilsin bitta. Mashina bo'lsin. Nechta farzandingiz bor buvijon? 10 ta farzandim bor, ikkovini yo'q qildim, 2 ta, 4, 5 ta o'g'lim, 8 ta, 5 ta o'g'lim, 3 ta qiz bor, 5 ta o'g'il bor. 5 ta qizim bor, 3 ta o'g'lim bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Nevaralarimdan 24 ta nevara, 10 ta chevaram bor. 10 ta chevarangiz bor. Voy, malades. Siz hammamizdan boy ekansiz-ku. Joningiz omon bo'lsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga mininglar. Obunachilar, bayram davom qilamiz. Ham katta rahmat. Biza bir sababchimiz o'rtada aka. Niyat, tilak, istak bo'lsa,
aytib o'ting, yoki kamerada obunachilarimiz ko'radi. Obunachilar hammasiga ham shu o'ynasin, hammaga buyursin, yutsin. Mana olib kelyapsizlar, haqqani ekan, mana ko'rib turibmiz. Katta rahmat sizlarga. Sog'laringiz omon bo'lsin. Yana kimga so'zlamat? Qudayingizga beramiz, keling aka. Keling, menga qarang. Keling, yaxshi kunlarda tabriklamasangiz qachon tabriklaysiz? Ha, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga mening o'yinga ishoninglar, o'ynanglar. Gap yo'q. Bosinglar, omad, gaziga bosinglar. Aka, niyat, tilak, istaklar bo'lsa, kameraga uyolmasdan bosib aytavering. Mana shu O'ktam akam kimi bo'lasiz? O'ktamangiz akasi bo'laman. Akasiz, родной akasi. Voy, молодец. Moshinani oldi sizniki ekan unda. Ha, shunday. O'zi uchta yutib olmagan. Ha, shu. Nima? Uchta moshina yutganmisiz? Men o'g'illarim yutganida, mana shu yerda katta rahmat, mana shu obunachilarga ham bergan, tashlagan nimalarga rozi bo'lsin. Sizlarning ishlaringizga omad. O'g'lim oldin 12 keyin namoz yutganida Sherzod akamni yutganlar. Sherzod akangizdan, ha. Meniki ukamim niyat qilib nima qilib olgan ekan bilet, meniki omadini beribdi. Hamma obunachilarga omadini bersin. Musofirchilikda sizlar ham charchamangizlar. Rahmat. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir bor aka. Niyat, tilak, istaklar bo'lsa chiroyli. Mayli, xudomga buyursin. Iloyim. O'tamjon katta xudosi bo'laman. Katta xudosiz. Katta. Gap yo'q, Katta malades. nevarasi nasib bo'lsa, nevaralar bilan to'zitib minib bersin. Yaxshi kunlariga buyursin. Ilohim aytgan. To'ylarga minsin. Ilohim. Shu moshinani oldiga o'tib olsak ham zo'r chiqardi, ha? Buvijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Moshinada muborak bo'lsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga mininglar, Xudo xohlasa. Bularga ham. Biz bir o'rtada sababchimiz hammasi Allohdan. Bizga muvaffaqiyat, tinch bo'lib, yaxshi shunday xalqqa xizmat qilib yurishni Alloh nasib etsin. Joningiz omon bo'lsin. Bir duo qilib bering. Xo'jon aka, mashina oldiga o'taylik. Chiroyli chiqadi. Bizga sal pastroq qilsa ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunday mashinani sizlar keltiribsizlar O'ktamjonga. O'ktamjon necha yillab ishlab qilib, shu mashinaga yetdi. Alloh bunga buyursin. Ikkita qizi bor. O'g'il ko'rib, o'g'il nabiralarni mashinaga xizmat qilayotgan mashina bersin o'g'illariga. Sog' salomatgina ber O'ktamjon. Kelin bilan qo'sha qarib ming yashab, uvali-juvali bo'l. Minnatingning rohatini ko'r. Shuncha minnat qilding, mana rohati shu. Shu qatori sizlar ham sog' salomat kelib, sog' salomat ishlarga borib uylaringizga borishni Alloh nasib qilsin. Navoiyga qaytib kelishni sizlarga ham Alloh nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Qatori Payg'ambarimizning ravzalarga borib, manday qayta borib, namoz 2 rakat o'qishni sizlarga nasib qilsin. Amin. Har safarlarga boringlar. O'ktamjonim ham shu bolalar qatori bolalarning huzurini ko'rib, o'g'il nabira ko'rishni Alloh nasib qilsin. Sog' salomatgina bo'lsin. Har safarga minnat qilibdi. Minnatining orqasidan har safarga borishni ham Alloh nasib qilsin. Bizlarday sog' salomatgina qarili gashini surib yuringlar. Ilohim aytganingiz Sog' kelsin. bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ishlaringizga omad. Rahmat. Charchamanglar. Yana bizga Navoiyga shunaqa mashinalarni ko'pini keltirishni Alloh nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Mayli, ishlarga omad. O'zim mendan choqqansiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ha, endi 74 ga Mendan bardamsiz. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat Xudo xohlasa aytganingiz kelsin. omadini hamma vaqt barorini bersin. Ilohim aytganingiz kelsin. Joningiz omon bo'lsin. O'ktamjonga buyursin. Rahmat. Obunachilar, Xudo xohlasa bu safar sizga chiqmagan bo'lsa, chin ko'ngildan yurakdan nima dedi? Rozi bo'lib Allohdan so'rab qo'yasizlar. Keyingi safar uyingizga shunaqa to'y tomosha qilib, mashinani olib borishlik nasib qilsin. Jetower X70 Plus 4 ta pachka damas. Bilet narxi 1100 bo'ldi. Gaziga bosasiz, Telegramdan yozamiz. Telegramdan bilet oldingizmi? 7996 364 0000. Bosinglar, hammaga omad, Xudo xohlasa yana videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. So'ng Chesni kanal. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin.